Go hammaga salom. Bugun sizlar bilan PUBG'da yaxshimisizlar? TDM Boymaster o'ynaymiz o'rtoqlar. Yangi qurollar, yangi seriya. Mana voqea bilan ikkinchi marta o'ynashimiz kerak. Mudofaa o'ynab TDMga qo'ygandim sizlarni. 404 38 o'yinlikli o'sha paytga. O'rtoqlar, men sizlar bilan qancha vaqtimni ko'p o'tkazishim uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana har bitta laykinglar, kommentinglar men uchun motivatsiya beradi va sizlar bilan o'ynayman. Mana shunaqalar ko'rdim, notmasiz. Masalan, bizlarning gruppada ham bor mana. Qani edi? Mana notmas. Go. Yo, men ko'rgan narsam mashhur odam ekandan keyin o'sha akkauntini qo'yib bo'lishdi, chunki bu yomon narsa deb o'ylayman. U o'z mehnati bilan erishganda siz uni akkauntini prosta akkaunt so'ragan payt sizdan yozsiz. U menimcha noto'g'ri narsa. O'rtoqlar, zeriktirib qo'ymadimmi? Ayrim o'yinlarda PUBG'ga kiradi-yu, keyin hech chiqmasdan o'tirib turadi.